Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarga yangiligimiz Samasval elektromo'royimizni taqdim etamiz, ko'rishlik mumkin. Yangi model 2026-yil Samasval variant so'raganlarga sifati a'lo darajada, narxi o'ta hamyonbop, akkumulyatorlari mustahkam, miya motorlari yaxshisidan, Samasval motorchida kilovati ham yaxshisidan qo'yilganlardan ko'rishlik mumkin. Oldi mordalari. Bir boshdan videomizni boshlayveramiz. Videomiz qisqa, lo'nda, chiroyli, tushunarli qilib ko'rsatamiz. Kamchiliklarga rozi bo'lasizlar, sarflagan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Oldi mordasi, 6 ta yon chiroqlari hamda asosiy yorituvchi chiroqlari. Mustahkam amortizator vilkalar, prujinalar bilan jihozlangan ko'rishlik mumkin. Old tormozi baraban qilib ishlangan. Oldida qo'shimchasida old oyna, audio sistema va NFC kartalari. Bokovoy oynalari juda chiroyli ishlangan hamda mana shunday cho'ntachalar bilan jihozlangan. Qo'shimchasida kaska, yomg'irga qarshi kiyim, domkrat, balankuluch hamda zaryadlilari bilan jihozlangan. Yon qismida mana shunday dugalari bor. Profillari qalin yaxshisidan ishlangan, 2 qavatli profil. Bitta narsa e'tibor beringlar, 3 qavat deb sotishadi bu, 3 qavat bas, o'rtada maxsus apshipka. Chiroy uchun qo'yilgan, asosiy rami 2 ta. Shunga e'tibor berasizlar. Bort qismi, bort razmerlari 1.30 ga 1.80. Bortning chuqurligi 60 cm. Bortni chuquridan pechat bort yaxshisidan 4 ta tiyagalar bilan jihozlangan. Samasval quvvati 1.2 kilovatli qilib ishlangan. 3 ta silindri chiqadi. Motor miyalari 1800 talik. Akkumulyatorlari 68 amperli akkumulyatordan naqd 6 ta. Eng zo'r tarafi Samasvalning nimasi bilan ajraladi deganlarga, bizi Samasvallar mana shunday shinalar bilan ajralib turadi. Bizi Samasvallar traktor shinalarida chiqqan, balon boltlari 5 talik qilib ishlangan. Sifati a'lo darajada. Motorlari to'rtburchak motor. To'rtburchak motor bilan dumaloq motorda hech qanaqa farqi yo'q o'zi. Aslida nimada farqi bo'ladi? Mis o'ramlarida farqi bo'ladi. Mis o'rami qancha ko'p bo'lsa, motor shuncha quvvatli bo'ladi. Bizning motorlar ham xudo xolasa uyaltirmaydigan sifatli qilib chiqarilyapti. Profillari mustahkam qilib ishlangan. Yuk ko'tarish quvvati Samasvali 700 kg, 800 kg ko'taradi. O'zini yuk ko'tarishi motorimizni 1 tonna yukni bemalol ko'tarib ko'zlagan maqsadlarga olib borib beradi. Lekin Samasvalda ko'taraman desalaring, endi ehtiyot qilsalaring o'zingizga yaxshi ishlaydi. 700 kg, 800 kg yukni bemalol og'darib beradi Samasvali. Quvvatlari yaxshisidan ishlangan. Motorimizning narxi $1350. Vodiy ichi dastavkasi ichida. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda dastavka qilib beramiz. Dokumentlariga keladigan bo'lsak, dokumentlari ham mana shu narxda ichida bo'ladi. Oshiqcha pul olinmaydi. $1350 ichiga dokumentlari bilan qilib beramiz. Faqat olgan kunlaringdan boshlab 1 oy muddatda ichida dokumentini bepul qilib beramiz. 1 oydan keyin imkoniyatga qarab kelishamiz, lekin unaqa katta summa bo'lmaydi. O'zini to'lovlari bor, o'sha to'lovda qilib berasizlar, dokumentlarni qilib beramiz. Dokumentlari qanaqa bo'ladi deganlarga, o'zini birka nomerlari bor, o'sha birka nomerlari bo'yicha dokumentlarni bitirib beramiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Sotib olgan odamning nomiga оформление qilib beramiz. Xatoliklar bo'lmaydi. Bemalol o'zlaringdek, tumanlaringdek GAIga borib, yo o'zlaring shaharlaringdek GAIga borib, o'zlaring nomlaringga o'tkazishlar mumkin. Narxi $1350. Namangan, Andijon, Farg'ona viloyatlariga dastavkalarimiz bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda dastavka qilib beramiz. Sifati a'lo darajada. Yana yangi modellarimiz bor, standart modelimiz hamda tank modellarimiz ham bor. Bularni ham tez orada video obzorlarni kanalimizga joylaymiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar va shuncha qilgan mehnatimizga yarasha bitta like knopkasini qizartirib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Hali yangiliklarimiz oldinda. To'liq ma'lumot olish uchun pastda yozilgan nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Vodiy ichi dastavkamiz bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda dastavka qilib beramiz. Mo'royimizning narxi yana bir bor takrorlab o'taman, $1350.